Karamni toping, yo'qda turibdi. Karam o'zi nima? 8 ayro 2 ga necha bo'ladi? Nuqta. To'g'ri chiziq. Nuqta. Egri chiziq. To'g'ri chiziq. Egri chiziq. Nuqta. Merkuriy janoblari o'zining do'stlari bo'lgan Neptun bilan Saturnni nimaga chaqiribdi? Mehmonga chaqiribdi. Nuqtamiz dangasa mashina, to'g'ri chizig'imiz esa aqlli mashina, siniq chizig'imiz esa qanday mashina? Sayohatchi mashina. Esimizda qoldi bu chiziqlar. Barakalla. Markus nima siz aytasiz? Aqlli, to'g'ri chiziq. Sayohatchi, egri chiziq. Dangasa, ismi nima edi? Nuqta. Barak, o'zingizga taqasing. Barak. Bu yerda xuddi o'zingga o'xshagan qizcha bor ekan. Oyisi maktabdan chiqib to'g'ri uyga kel debdi. Aychi, u to'g'ri chiziq bo'ylab yursa tezroq uyga boradimi yoki egri chiziq bo'ylab yursami? To'g'ri. To'g'ri chiziq. Sonlar o'qib berayapti. Sonlar o'qida nechadan nechaga raqamlar bor ekan? 1dan 10 gacha. Sonlar o'qi. To'g'ri chiziqda ekanmi, egri chiziqdami? To'g'ri chiziqda ekan. Har bitta raqam bittadan nima ekan? Sabzavotlar ekan. Eslab qolasizmi? Bir necha sabza necha ekan? 1. Baqlajon necha ekan? Oshqovoq necha ekan? 6. Piyoz necha ekan? 9. Raqamlar esingizda qoldi. Endi mana shu sonlar o'qidagi sabzavotlar bilan bog'liq misollashing. Tayyormisiz? Bek navbatdagi sabzavotimiz nima ekan? Oshqovoq. Oshqovog'imiz necha ekan? 6. 6dan nima qilishimiz kerak ekan? To'rni ayirishimiz kerak ekan. 6dan to'rni ayirsak necha bo'ladi? 6dan to'rni necha bo'ladi? 6dan to'rni ayirsak quloq solmay birovga. 2 qaysi sabzavotimiz? Kelib ko'rsatingchi. Qaysi sabzavot? Sonlar o'qidagi qaysi sabzavot? Sonlar o'qidan ko'rsating. Barakalla. Zo'r. Siz misolingiz, demak nima ekan? Baqlajon qo'shilgan 5 ekan. Baqlajonimiz necha bu yerda? 3. 3 ga 5 ni qo'shsak, 8 qaysi sabzavot? Qani sonlar o'qidan ko'rsatingchi. Karam, barakalla. Mana 5. 5, barakalla. O'g'lim, xo'p, siz misolingiz. Karam ayrilgan 2 ekan. Karam sonlar o'qidan necha ko'rsatingchi. Karamni toping, yo'qda turibdi. Karam o'zi nima? Karam qaysi biri? 8 ayro 2 ga necha bo'ladi? 2, 8 dan keyin 2 mi? 8 dan 6. 6. Qaysi sabzavot 6? Ko'rsating. Sonlar o'qimizda. Yana Karam. 8 dan keyin aytsa necha bo'ldi? 6 qani? Qaysi? Xudoga shukr, o'zingiz ham o'sha oshqovoq bo'lib qoldingiz bugun. Mana. Sizni. Qizim, sizni misolingiz qani? Piyoz qo'shilgan 1 ekan. Piyozimiz qani? Piyozni ko'rsating, necha raqam? Piyoz qani? Sonlar o'qidan piyozni toping. Demak 9 qo'shilgan 1 necha bo'ladi? 10 bo'ladi. 10 qaysi sabzavot? Yo'q, qayerga ketyapsiz? Ko'rsating. Barakalla. Zo'r. Mahon, sizni misolingiz, demak, achchiq qalampir, ya'ni pepper ayrilgan 3 ekan. Pepperimiz necha bu yerda? Mana, qizil qalampirimiz necha? Sonlar o'qidan ko'rsating menga. Achchiq qalampirimiz 4. 4dan 3 ni ayirsak necha bo'ladi? Qaysi sabzavot bu? Shoshilmang. Ko'rsating qaysi sabzavot? Sonlar o'qidan ko'rsating. Sabzi, barakalla. Jon, sizniki kartoshka ayrilgan 4 ekan. Kartoshkamiz necha raqam sonlar o'qida? Kartoshkani toping. 10, barakalla. 10 ayrilgan 4 necha bo'ladi? 6 qaysi sabzavot? Oshqovoq, barakalla. Zo'r. Muhammad Yahyo, sen bilan taqqoslashni bajaramiz. Bu yerda oshqovoq va rokkoli bor ekan. Oshqovoq necha? Sonlar o'qiga qaraymiz. Oshqovoq necha raqam? 6. Rokkoli necha? Ya'ni gulkaram qo'ydi biz rokkoli yo'q edi. 2. 6. Oshqovoq kattami, rokkoli kattami? Oshqovoq, barakalla. Kim? Abdulhakim o'g'li, bu yerda piyoz va oshqovoq ekan. Piyoz necha? 9. Oshqovoq necha? 6. Xo'p, piyoz kattami, oshqovoqmi? Piyoz, barakalla. Shunaqa qo'ylamadi katta kichik belgisini. Voy bo'lay. Iskandar o'g'lim, sizniki karam va kartoshka ekan. Karam nechaga teng ekan? 8. Kartoshkachi? 10. Qaysi biri katta? Kartoshka. Mana marhamat. Darrov ishorasini qo'ying. Muhammad Sodiq o'g'lim, sizga bu safar ozgina murakkabroq. Piyozga 1 ni qo'shishingiz kerak ekan. Piyoz necha sonlar o'qida? Nechaga teng? Piyoz nechaning oldida turibdi? 9 ni 9 ga 1 ni qo'shsak necha bo'ladi? Necha bo'ladi? 9 ta qo'limizni ochamiz. Unga bitta barmog'imizni qo'shamiz. Necha bo'ladi? 10. Demak, bu yerga yozib qo'yamiz. Mana men sizga yordam beraman. 10. Xo'p, bu yerda esa karamga 2 ni qo'shishimiz kerak ekan. Karam necha? Qarangchi. 8. 8 ga 2 ni qo'shamiz. 8 barmog'ingizda. 8 ta barmog'ingizga 2 ta barmoq qo'shamiz. Necha bo'ladi? 10. Marhamat, yozing 10 ni.
Buni tepasiga yozib qo'ying. Xo'p, qaysi tomoni katta endi bola? Ha? Piyozlar kattami, karamlar kattami? Ikkitasi natijasi ham necha chiqdi? 10 chiqdi. 10 chiqdi. Qaysi biri katta bo'ladi endi? Karam. Ikkitasi ham 10 ku. Teng. Barakalla, demak, teng ishorasini qo'yar ekanmiz. Darrov qo'ying. Ha, teng ishorasini qo'ying, bola. Nima bu? Yo'q, teng ishorasini dedi. Jon o'g'lim, sizga ham murakkabrog'i. Oshqovoqdan to'rni ayirayotganmiz. Necha bo'ladi? Oshqovoqimiz 6, undan to'rni ayiramiz. 2. 2 qaysi? Karam akani, marhamat, 2 ni yozib qo'ying bu yerga. Oshqovoqdan keyingisida 5. Yo'q, Botirjonimiz adashib ketdik. Pomidordan to'rni ayirayotganmiz. Pomidorimiz nechi? 7 dan to'rni ayiramiz. 3 boshqadan yozib qo'ying bu yerkamizda. 3. Xo'p, bu yer oshqovoqdan ayrilgan. Oshqovoq necha edi? Oshqovog'imiz 6, undan 5 ni ayirsak 1. Yozing birni. Endi qaysi biri katta? Barakalla. 5. Zo'r. Samoviy mehmondorchilik bo'ladi. Men ko'ring janoblari, o'zining do'stlari bo'lgan Newton bilan Saturni nimaga chaqiribdi? Mehmonga chaqiribdi. Xo'p, kim menga ayta oladi? Newton birinchi keladimi yoki Saturnmi? Newton. Sababi nimaga? Tekis chiziq bo'ylab kelyapti. Saturn janoblari-chi? Aynan boshqa o'rtoqlarni turgan mehmonga borib, nima qilyapti? Kelyapti ekan. Qaysi bir o'rtoqni ko'proq xursand qiladi? To'g'ri chiziq. Nuqta. Egri chiziq. Nuqta. To'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. Egri chiziq. Ibroq o'yinda chiqdilar. Egri chiziq dedim.